Qazosi yaqinlashayotganini sezgan keksa general o'g'lini yoniga chaqirdi. Ota, bu nima deganingiz? Siz hali ko'p yashaysiz. Quloq sol, o'g'lim. Ota, nima istasangiz muhayyo qilaman. Faqat o'lim haqida gapirmang. Zog'ora non yegim kelyapti. 42-yilda jangdan so'ng Xandaqda o'tirganimizda leytenant Sharopov yon cho'ntagidan olib beruvdi. Mana buni tatib ko'r. Buni bizda zog'ora non deyshadi. O'zbek tandirida qiyib qizarib pishgan zog'ora non. O'zbekiston tomonda Farg'ona degan joy bor. Sharapovning qishlog'i. O'sha yerda Oqsoy suvi qishloqni ikkiga bo'lib oqadi. bog'larda shirin mevalar, uzumlar pishib yotadi. Har bir xonadonda tandir bor. Har kuni ertalab tandirdan oftobday nonlar chiqadi. Ya, Sharopov, senmisan do'stim? Ko'rishmaganimizga qancha bo'ldi-yu. Sirayam o'zgarmabsan. Ey, bu zog'ora non-ku. Rahmat do'stim. Unutmabsan-a? Sen bir gapni ko'p gapirarding. Bir burda nonga qorin to'yadi. Haq gap. Mana bir burda nonga qornim to'ydi-ku. Odamzod nega shuni tushunib yetmaydi, Sharopov? Nega odamzod ochko'zlik bilan bir-birini g'ajiydi, urush qiladi? Sen bilgan oddiy gapni butun dunyo tushunishini istayman, Sharopov. Bir burda non hammamizga yetadi. Ota, Bu generalning so'nggi so'zlari edi.